Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzumiz shart operatorlari. Demak, shart operatori bu if, ya'ni agarda. Demak, agarning ikkita sharti bo'ladi. Rost yoki yolg'on, true, false. Demak, birorta shartni yozib ko'ramiz. Shartlar qanday yoziladi? Bizning shartlarimiz katta belgisi bor. Bu yozilishi mumkin kichkina belgisi yoki teng belgisi. Ikkita teng yozishimiz kerak. Teng yozmoqchi bo'lsak, agar teng yoki tengmas belgisi bor. Bu tengmas belgisi hisoblanadi. Misol uchun aytishim mumkin 3 teng emas 2 ga. Demak, bu shartimiz ishlatib ko'rsak, true tarafga qarab ketadi. Endi sinab ko'rishimiz kerak. To'g'ri chiqyaptimi, xato chiqyaptimi? Output qo'shib olaman. Bu tarafga true yozib qo'ydim. Bu tarafga false yozib qo'yaman. Endi ishlatib ko'ramiz. Demak, true chiqyapti natija. Demak, 3 2 ga teng emas. Agar men bu joyga ikkita teng yozib qo'ysam, 3 teng 2 ga degan bo'ladi. Buni ishlatsak false chiqyapti. Yoki boshqa belgi ham qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 3 katta 2 dan qo'ymoqchi bo'lsak, demak true chiqyapti. 3 2 dan katta. Demak, bu tarafga qarab ketyapti. Demak, shart operatorlari shunday yozilar ekan. Demak, ichida nimalar bo'ladi? Misol uchun biz bitta son kiritib, uni 0 dan katta yoki kichkinaligini aniqlashimiz mumkin, yoki 10 dan kichkina. Demak, bizga declare kerak birinchi. Declare'ga o'zgaruvchi yarata olamiz. O'zgaruvchi nomi a bo'lsin, turi integer bo'lsin. Keyin qandaydir son kiritish xabari berilsin. Misol uchun son kiriting deb yozib qo'yamiz. Son kiriting. Demak, qaysi sonni kiritamiz? Shu yaratgan a sonimizni kiritamiz. Ani yozib qo'ydim. Endi demak, a sonim katta bo'lsa 10 dan. Demak, 10 dan katta bo'lsa true chiqarsin, 10 dan kichkina bo'lsa false chiqarsin. Ishlatib ko'ramiz. Demak, son kiriting. Demak, true chiqishi uchun 10 dan katta 11 yozishim kerak. True chiqdi. Yoki boshqa misol 5 yozsam false chiqdi. Xuddi shuni amaliy misolda sinab ko'rsak bo'ladi. Misol uchun, men musbat va manfiy sonlarni aniqlaydigan dastur qurmoqchiman. Demak, musbat sonda 0 dan katta bo'ladi. Men 0 dan katta bo'lsa, a katta 0 dan deb yozib qo'yaman. Demak, a 0 dan katta bo'lsa, demak, musbat son. Musbat son deb yozib qo'ydim. Demak, 0 dan kichkina, demak, shart boshqacha bo'lishi mumkin emas. Demak, manfiy son bo'ladi. Manfiy son. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Men son kiritdim, 45 yozdim. Demak, musbat son deb aytyapti. Manfiy son kiritib ko'ramiz. -78, demak, manfiy son. Faqatgina bitta muammosi bor. Demak, 0 yozgan paytim manfiy son, musbat son. Demak, hozir yana bitta shart qo'shmoqchi bo'lsam, nima qilaman? Musbat yo manfiy son, demak, manfiy son tomonga o'tib ketyapti ekan. Demak, 0 qo'shgan paytim yana bitta shart ocha olaman. Bu tarafga ham if qo'yaman. Demak, manfiy son yozdim. Demak, a 0 ga teng bo'lgan payti bu son 0 ligi haqida xabar bersam. Yana bitta output ochib qo'yaman. Outputga bu son 0 deb qo'yaman. Manfiy son degan qismi bu tarafga turaveradi. Nima bo'ldi? Endi agar sonim 0 dan katta bo'lsa musbat son deydi va boshqa shartlar ham, boshqa yangi shart ochiladi. Demak, 0 ga teng bo'lsa bu son 0 deb aytadi. Boshqa hamma shartlarga demak manfiy son deb aytaveradi. Endi ishlatib ko'rsak, son 0 kiritsam 0 deyapti. Manfiy son kiritsam manfiy son deyapti. Demak, if operatori shunday ishlaydi ekan. Agar bizga boshqa shartlar kerak bo'lsa ham, demak, ichma-ich ketma-ketlikda yozib ketaversak bo'lar ekan.